Yashnobod tumani Katta ko'chadan 2 kilometr kirganda Olmos mahallasida 6 ta xona plus holdan tushgan 4 ta yonma-yon kottejlarimiz sotilyapti. To'rdigisi 207 sotik, narxi 160 ming. Bu ikkitasi 202 sotik, narxi 145 ming. Tartsovoy 2,5 sotik, narxi 155 ming. Hammasini yashash maydoni bir xil 278 kvadratdan iborat. Tashqarisi bitgan, ichi korobka holatda. Bu 202 sotikligi 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Darvozadan kirib bitta mashina parkovka qilib qo'yasizlar. Tashqarida hojatxona, bu yozgi oshxona uchun joy tashalgan. Bu zeleniy zona. Ikkinchi qavatda balkon bor. Ana endi ichkari bilan tanishamiz. Kirganimizda kattagina hol, bu kattagina mehmonxona. Bu yerda birinchi qavatda 2 ta sanuzel. Bu oshxona, oshxonadan orqa hovliga chiqasizlar. Hovlida bemalol havo aylanadi. Bu forchkalar podvalniki. Podvalga uy ichidan tushamiz. Bu birinchi qavatdagi yotoqxona. Ikkinchi qavatda 4 ta xona bor. Bu birinchi yotoqxonamiz, bu ikkinchi yotoqxona, bu kattagina sanuzel. Bu pastdagi mehmonxona razmeridagi mehmonxona. Bu kattalar yotoqxonasi, ichida o'zini sanuzeli bor. Kvadratiga $660 dan tushyapti. Zo'ra, videoga like bosib, videoni yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Rahmat.